15. bab. Bu vaqalardan keyin Parvardigor İbrahimga ko'rinib, uningga: "İbrahim, qo'rqma. Men sana qalqon bo'lib, nihoyat zo'r in'om beraman", dedi. Lekin İbrahim: "Ey egam Xudo, mening farzandim bo'lmasa, sening bermoqchi bo'lgan in'omingning foydasi nima? Mening birdan-bir mirosxo'rim Damashqdan kelgan chokirim Elazar bo'ladi. Sen menga farzand bermeding. Shunga mening ta'lluqotimga chokirim mirosxo'r bo'ladi", deb javob berdi. Oqidillo u Parvardigorning o'ziga yana: "Chokiring Elazar sening mirosxo'ring bo'lmaydi. Faqat o'zingdan bo'lgan o'g'illa mirosxo'ring bo'ladi", deganligini angladi. Shundan keyin Xudo uni tashqi ilib chiqib, uningga: "Osmonga qarab, yulduzlarni sanayalaydigan bo'lsang, sanab baq. Sening avloding ana shu yulduzlardek son-sanoqsiz bo'ladi", dedi. İbrahim Parvardigorning so'zlariga ishondi. Parvardigor uning e'tiqodini ko'rib, uni haqqoniy odam deb hisobladi. Parvardigor uningga yana: "Seni bu ziminga ega qilish uchun seni kaldonlarning zimni bo'lgan ur shardni elib chiqqan Parvardigor men bo'laman", dedi. Lekin İbrahim: "Ey egam Xudo, men bu ziminga jazman ega bo'lganligimni nimadan bilaman?" deb so'radi. Parvardigor uningga: "Sen 3 yoshlik qala, o'shka, qo'shqodin ham paxtak va yosh kaptaldan birdan elib, mening oldimga kelgin", deb javob berdi. İbrahim bu hayvonlarni Xudoning oldiga opirib, qushlardan boshqasining qornini yerib, 2 parcha qildi. Go'shtlarni 2 tarafga qator qilib tizdi. Quzg'unlar uchib kelib, go'shtlarga qo'nganda İbrahim ularni qo'g'lavatdi. Kun patqanda İbrahim uyquga ketdi. Tushida uni qo'rqinchli qorong'ulik bosdi. Parvardigor uningga mundoq dedi: "Shuni bilib qo'yg'inki, sening avlodlaring boshqa bir davlatda musofir bo'ladi. Shu davlatdagi kishilarga qul bo'lib 400 yil ular tarafidan azob chekadi. Lekin men ularni qul qilg'uvchi xalqni cho'qim jazolayman. Ular u davlatdan qaytganida nurg'un boyliqlarni elib keladi. Sen bo'lsang uzun ömür ko'rib, ajdodlaringning qeshig'i ketsa, sening avlodlaring bu yerga qaytib kelgicha, u yerda 4 avlod o'tib ketadi. Chunki bu yerda turayotgan amorlarning gunohlari chekiga yetmagicha ularni bir taraf qilmayman." Kun petib qorong'i tushgandan keyin is chiqib turgan o'choq va yenib turgan mash'al tuyuqsiz paydo bo'lib, heliqi 2 qator go'shtning o'tirsidan o'tib ketdi. Mana shu chog'da Parvardigor İbrahim bilan ahd tuzib, mundoq dedi: "Men Misr chegarasidan toki Firat daryosigacha so'zilgan bu ziminning hammasini sening avlodlaringga taqdim qildim. Bu zimin Kenla, Kenizla, Kadmonla, Xitla, Perizla, Refala, Amorla, Kananla, Girgaşla ve Yabusla deb tonulgan xalqlarning ziminlarining hammasini o'z ichiga oladi.